Chve Ji-woo Janubiy Koreyaning eng omadli aktrisalaridan biri. Chve Ji-woo qish san'atidagi Yujin obrazini yaratdi. Tomoshabinlar bu obrazni juda yaxshi eslashadi. Bu serialni tomoshabinlar haligacha zavqlanib ko'rishadi. Chve Ji-woo qish san'atida nihoyatda ma'sum, fidoyi, jozibali qiz obrazini yaratdi. Uning Haqiqat serialidagi haqiqatparast qahramonini ham muxlislar yaxshi bilishadi. Aktrisa Chve Ji-woo, uning asl ismi Chve Mi-hyan, 1975-yil 11-iyunda tug'ildi. U raqs, aerobika kabilarga qiziqadi. Aktrisa hozirgi kunda ancha omadli yurishgan ayollardan. Uning televideniya va reklama roliklaridagi ijrosi ilk damlardanoq odamlar nazariga tushib, ko'pchilik rejissyorlarning e'tiborini tortdi. Chve Ji-woo ilk marta 1996-yilda Pak xonimning sarguzashtlari filmida suratga tushdi. Shundan keyin unga har tomondan takliflar yog'ila boshladi. 1997-yilda Tuzoq seriali, 1998-yil esa Birinchi bo'lsa serialida o'ziga xos obrazlarni yaratdi. Aktrisa ishtirokidagi Yashirinishga joyi yo'q filmi ham ko'pchilik tomoshabinlarga ma'qul keldi. Tabiiyki, iste'dodli Ji-woo tez orada kino ixlosmandlarining sevimli aktrisasiga aylandi. Chve Ji-woo aktrisalikni tanlagani bois ham raqs bilan shug'ullana olmay qoldi. U televideniya ishiga berilib ketdi. Ko'pgina seriallarda suratga tushdi. Ammo unga ulkan shon-shuhrat keltirgan teleserial Bae-Yong-jun bilan birga suratga tushgan qish san'atasi bo'ldi. Novella ko'pchilikka manzur bo'ldi va aktyor hamda aktrisaga dunyo haqlaridan muxlislar topishiga sabab bo'ldi. Chve Ji-woo rejissyorlarning ishonchini 100% oqladi. U qahramoni Yujinning qalbi va ruhiyatini bor bo'ybasta nozik qirralari bilan ko'rsatib bera oldi. Chve Ji-woo uchun 2002-yil ayniqsa omadli keldi. U qari aktyor An Song Kim bilan birgalikda ishlab, Romantik prezident serialida suratga tushdi. Aktrisa televideniyaning eng mashhur, eng go'zal qiyofalaridan biriga aylandi. Chve Ji-woo faqat filmlarda suratga tushib qolmaydi. U televideniyaning ham faol xodimlaridan sanaladi. Albatta, ba'zan yugur-yugurlar uni charchatib qo'yadi, ammo aktrisa o'z ishini juda ham sevadi. Shuning uchun ham nolimaydi. Ji-wooning Samoviy ishq telenovellasi ham uni shuhrat yog'dusiga o'radi. Serial tez orada e'tibor qozonib, muxlislar ko'nglidan joy oldi. 2003-yilda yaratilgan bir qator seriallar orasida liderlikni aynan shu serial Samoviy ishq novellasi egalladi. Albatta, Samoviy ishq serialida Koreyaning mashhur aktyor va aktrisalari suratga tushdi. Ammo novella yaxshi bo'lmasa, aktyorlar ijrosi yuksak darajaga yetmasa, mashhurlik naf bermaydi. Chve Ji-woo uchun ham Samoviy ishq ajoyib imkoniyat bo'ldi. Zero qish san'atasidan so'ng aktrisaning bisotida bu qadar ta'sirli, omadli film yo'q edi. Serialning yetakchi aktyorlaridan yana biri Shi Hyun-jun ham 1999-yildan beri filmlarda suratga tushmay qo'ygandi. Shunga qaramay, drama yilining kutilgan novellasi bo'la oldi. Albatta, bu novella Koreya novellalari orasida zo'r yangilik bo'lmadi. Syujeti esa boshqa seriallarnikiga ham o'xshab ketadi. Ammo his-tuyg'ular, muhabbatning go'zal ifodasi tomoshabinlarni o'ziga jalb qila oldi. Zero Chve Ji-woo ham ayol iztiroblarini ochib berishga usta. Shubhasiz, u ishtirok etgan seriallarning shuhrat qozonishida mahoratning hissasi ham katta. Samoviy ishq seriali tipik koreys melodramasi bo'lsa-da, Chve Ji-woo va Shi Hyun-junlarning muxlislari uchun ajoyib sovg'a bo'ldi. Bu serial aktrisaga bir qator nufuzli mukofotlarni qo'lga kiritishga imkon berdi. Aktrisaning ijodkorlari orasida mavqei yanada mustahkamlandi. Samoviy ishq faqat Chve Ji-wooga emas, balki salbiy qahramon Yolini o'ynagan Kim Tae-hee uchun ham omadli bo'ldi. Biroq uning obrazi tomoshabinlarda jinshuvchalik kuchli taassurot qoldirmadi. Turli ma'lumotlarga ko'ra, aktrisa Yaponiya aholisi orasida eng mashhur koreys aktrisalaridan biri. Ji-woo mashhurlar sirasidan bo'lmagan sevgilisiga turmushga chiqdi. Turmush o'rtog'i undan 9 yosh kichik. Ularning to'yi 2018-yil 29-martda bo'ldi. Chve Ji-woo 2020-yilning mayida 45 yoshida qizchasini dunyoga keltirdi.